ZQQ batarekamizda yengillik bu diagnostikali batarekamiz bo'ladi. Bu batarekani qo'yganingizdan keyin telefondagi ошибка o'chadi, yo'mkisda 100 bo'ladi. Sizlarga polniy batarekani hozir qo'yishi jarayonini oxirigacha ko'rsatamiz. O'zimizning ya'ni ZQQ qo'yganda o'sha batarekani olib bunga hozir diagnostikaligini qo'yyapmiz. Diagnostikaligini qo'yganingizda batarekani muammo bo'lmaydi. Ya'ni buni qo'yasizlar, Wi-Fi ga ulangan bo'lishi kerak telefoningizlar. Hamma narsani qo'yib, telefonni yoqqaningizdan keyin настройка keladi. Настройкаga kirasizlar-da, настройкаdan o'zi bitta обновление beradi. O'sha обновлениeni qo'yasizlar, bo'ldi. Telefonda hech narsa o'chib ketmaydi, o'zidek bo'lib yonadi. Faqat telefonning versiyasi balon bo'lishi kerak bo'ladi. iOS 18.2, 18.5 atrofida bo'lishi kerak. Mana ko'ryapsizlar hozir. Detal bor, endi akkumulyatorga kiramiz. Shundoq mana qaytib chiqsanglar bo'ldi. Shuni ustiga bosasizlar, telefonimiz bir marta yonib o'chadi, bo'ldi. Kirganingizda ошибка so'zi qolmaydi. Yo'mkisda ham 100% bo'ladi. Bemalol